Assalomu alaykum yangiyo'lliklar. Sizlarga men adresimni tushuntirib o'taman, ko'rib olinglar. Mani Yangiyo'lda yashaysizmi deb aytishadi qizlar. Mana men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Mana men bu teatrmi bir balo deyiladi. Birinchi poliklinika. Mana men bu birinchi poliklinika. Ana Dilrabo mana ko'ryapti-yu, Dilrabo klinikasi o'zidasi birinchi poliklinika. Hop, shotdan mana birinchi poliklinikaning yonidan yurib kelaverishdi. Qaranglar mana. Bu mana birinchi poliklinikaga chiqib ketish. Bu mana rabochiga qarab ketish. Sizlarga Eldorado kafesini ko'rsataman. Mana Eldorado kafesi chiqyapti. Qizil plakatdagi. Mana Eldorado kafesi ko'rimsiz. Unaqa katta kafe deb o'ylashadi. Ko'pchilik katta kafe deb o'ylashadi. Yo'q, oddiy shunaqagina kafe. Eldorado kafe bo'ylab mana bu yo'lga qarab ketmaymiz dedi. Mana shu yo'l bo'ylab ketamiz. Mana shu yo'l bo'ylab. Ketayotgan bo'lsanglar, mashina bu tarafga burilmayapti-da, mana shu tarafga burilib yurib ketyapti. Adon mana yonidaman. Bu Kurkulli tomonga qarab ketish. Bu mana Eldoradoga, anita Eldorado qolib ketdi. Mana bu уже Kurkulli chiqadi, uni ham ko'rsataman qizlar. Dodan o'tdik. Mana men Eldoradodan o'tgandan keyin mana bitta magazin bor, ko'k magazin. U yoqdan o'tganingizdan keyin mana